Yaqinda qurilgan va 100 yil xizmat qilishi kerak bo'lgan Toshkentdagi katta tunnel kutilmaganda qula boshladi. Poytaxtning muhim transport markazlaridan biri bo'lgan Temur Malik va Buyuk Ipak yo'li ko'chalari kesishmasidagi yangi tunnelning tayanch devorining bir qismi qisman qulab tushdi. Bu voqea shaharda katta muhokama va savollarga sabab bo'lmoqda. Assalomu alaykum. Siz Turfa xabar kanalidasiz. Eng muhim va dolzarb yangiliklarni biz bilan kuzatib boring. Bugun 12 mart kuni Toshkentdagi Temur Malik va Buyuk Ipak yo'li ko'chalari yaqinida joylashgan yangi transport tunnelining tayanch devorining bir qismi qisman qulab tushdi. Toshkent shahar hokimiyati bu haqda rasman xabar berdi. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, hodisa natijasida hech kim qurbon bo'lmagan, biroq vaziyat jiddiy deb baholanmoqda. Hodisa sodir bo'lishi bilanoq favqulodda vaziyatlar xizmati, muhandislar, texnik mutaxassislar va mas'ul tashkilotlar vakillari darhol voqea joyiga yetib kelishdi. Tunnel atrofidagi hudud hozirda to'liq o'rab olingan. Qo'shimcha xavfsizlik choralari kuchaytirildi. Mutaxassislar hozirda keng qamrovli texnik ekspertiza o'tkazmoqdalar. Rasmiylarning so'zlariga ko'ra, ekspertiza tugagunga qadar aniq xulosalar chiqarishga hali erta. Biroq dastlabki taxminlar allaqachon muhokama qilinmoqda. Ular orasida so'nggi kunlarda kuchli yog'ingarchilik, tuproqning haddan tashqari namligi va inshootga yukning oshishi. Biroq ekspertiza faqat tabiiy omillar bilan cheklanib qolmaydi. Mutaxassislar quyidagi muhim masalalarni ham o'rganmoqdalar. Loyiha yechimlarining to'g'riligi, qurilish ishlarining sifati, drenaj tizimining holati, qurilish ustidan nazorat va obyektni qabul qilish jarayoni. Rasmiy bayonotga ko'ra, tekshirish natijalariga ko'ra, tunnelni tiklash bo'yicha qaror qabul qilinadi. Qurilish jarayonida kamchiliklar yoki qoidabuzarliklar aniqlansa, mas'ul shaxslar javobgarlikka tortilishi mumkin. Hozircha asosiy savol ochiq qolmoqda. Yaqinda qurilgan va uzoq vaqt xizmat qiladigan inshootda nima uchun bu sodir bo'ldi? Tekshirish natijalari bu savolga javob berishi kutilmoqda. Siz Turfa xabar kanalini tomosha qildingiz. Bunday muhim va dolzarb yangiliklar haqida birinchi bo'lib xabardor bo'lish uchun kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing va uni yaqinlaringiz bilan bahamo ko'ring. E'tiboringiz uchun tashakkur. Keyingi yangiliklarda ko'rishguncha.